U ostonadan hatlab o'tganida hali navqiron yosh yigit edi. Maqsadi muqaddas haj safarini ado etish. 1-2 yilda qaytaman deb o'ylagan edi. Lekin taqdir uning peshonasiga shunday yo'lni bitdiki, u naq 29 yildan keyingina o'z uyiga qaytdi. Sultonlarga eng yaqin maslahatchi bo'ldi. Uylandi, farzandlar ko'rdi, ammo bir zum ham to'xtamadi. U shunchaki yurmasdi. U dunyoni kashf etardi. Sezganingizdek, bugungi qahramonimiz Sharqning Marko Polosi deb atalgan, lekin aslida undan 3 barobar ko'p yo'l yurgan inson. U shunchaki sayyoh emas, u o'rta asrlar dunyosining ko'zi deb ataladi. Bu Shamsiddin Abu Abdulloh Muhammad ibn Batutadir. 1304-yil Mag'rib zaminining go'zal Tanger shahrida Hozlar oilasida bir o'g'il dunyoga keladi. Uning bolaligi ilm o'rganish, fiqhni o'zlashtirish bilan o'tdi. Hamma uning otasi kabi mahalliy qozi bo'lishini kutgan edi. Lekin uning qalbida bir o't bor edi. Bu o't dunyoni ko'rish ishtiyoqi edi. 1325-yil Ibn Batuta endigina 21 yoshda edi. U haj safariga otlangandi. O'sha paytlarda bu juda xatarli qaror edi. U na hamroh olardi, na karvonga qo'shilardi. Dastlab yolg'iz yo'lga chiqdi. U o'z xotiralarida shunday yozadi: "Men qush o'z uyasini tashlab uchgani kabi yolg'iz yo'lga chiqdim. Ota-onamni tark etish menga juda og'ir bo'ldi. Ketayotganimda men ham, ular ham ko'z yoshlarimizni tiya olmadik." U o'shanda bilmasdiki, ota-onasini qaytib ko'rmaydi. Ular o'g'li qaytgunicha bu dunyodan o'tib ketishadi. Ibn Batuta Makkaga yetib bordi, haj qildi, lekin qaytish o'rniga dunyo hali keng-ku dedi va safarini davom ettirdi. U shunchaki darvesh bo'lib yurmasdi. U o'qimishli, huquqshunos, qozi bo'lgani uchun borgan joylarda sultonlar va amirlar uni hurmat bilan kutib olishardi. U Hindistonda Dehli sultoni saroyida 7 yil qozi bo'lib ishladi. Xitoyga elchi bo'lib borganda kemasi halokatga uchrab, bor budidan ayrildi. Maldiv orollarida bir muddat yashab, u yerda ham qozilik qildi va mahalliy malikaga uylandi. Uning hayoti doim xavf ostida edi. Bir safar uni qaroqchilar tutib olib, hamma narsani, hatto kiyimlarini ham yechib olib, o'zini o'limga hukm qilishdi. Ammo u mo'jiza tufayli omon qoldi. U qayerga bormasin, odamlarning hayoti, urf-odatlari, yegan taomlari va kiygan kiyimlarini kuzatib borardi. U o'rta yoshligini yo'llarda, egarlarda, kema palubalarda o'tkazdi. Uning shiori shunday edi: hech qachon o'tgan yo'lingdan qaytib yurma, chunki yangi yo'l yangi ilmdir. Biz uchun eng qiziqarli nuqta bu uning O'rta Osiyoga tashrifidir. 14-asrning 30-yillarida Ibn Batuta Oltin O'rda orqali bizning hududlarga kirib keladi. U Xorazmda bo'ladi, keyin Buxoro va Samarqandga o'tadi. U bu yerda Chig'atoy Ulusxoni Tarmashirin bilan uchrashadi. Bizning mehmondo'stligimiz, qovunlarimizning shirinligi, olimlarimizning salohiyati uni lol qoldiradi. 29 yillik safardan so'ng sochlariga oq tushgan, keksaygan Ibn Batuta o'z yurti Marokashga qaytadi. Sulton uning hikoyalarini eshitib hayratdan lol qoladi va kotib Ibn Juziyga bu xotiralarni kitob qilishni buyuradi. Shunday qilib uning mashhur Tuhfat Ummuzor, ya'ni sayohatnoma asari dunyoga keladi. Keling, hozir shu kitobdan uning Samarqand va Buxoro haqidagi xotiralariga quloq tutamiz. Hech qachon o'tgan yo'lingdan qaytib yurma, chunki yangi yo'l yangi ilmdir. So'ngra biz Buxoro shahriga yetib keldik. Bu shahar vayron qilingan bo'lsa-da, ya'ni Mo'g'ullar istilosidan keyin uning masjidlari, madrasalari va bozorlarining izlari hali ham ko'zga tashlanib turardi. Uning ahli g'oyatda mehmondo'st va ilmli xalqdir. Buxorodan chiqib Samarqandga yo'l oldik. Samarqand dunyodagi eng go'zal va yirik shaharlardan biri. U qassorlar, ya'ni bo'zchilar vodiysi deb ataluvchi daryo bo'yida joylashgan. Daryo bo'yida avvallari ulkan qasrlar bo'lganligi haqida aytishdi.
Shahar aholisi aynan o'sha daryodan suv olar, ekin-tekinlarni sug'orardi. U yerda juda ko'p charxpalaklar bor edi. Shaharning bog'lari va mevalari behisobdir. Men u yerda Qusam ibn Abbos roziyallohu anhu, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakivachchalarining qabrlarini ziyorat etdim. Aholi bu joyni shohi zinda, ya'ni tirik shoh deb atar. Maqbara g'oyatda go'zal bezatilgan, tilla va lojuvard koshinlar bilan qoplangan edi. Samarqand ahli oliyjanob, xulqli, musofirsevar xalqdir. Samarqand ahli har dushanba va juma kechalari u Qusam ibn Abbos qabrini ziyorat qilib, katta nazar aylardilar. Ular qabriga sigir, qo'y, dirham va dinorlar keltirardilar. Bu mablag'lar ziyoratchilar va majmua xizmatlariga sarf qililardi. Bu yerdan kesib o'tuvchi anhor bo'yida xonaqoh, daraxtlar, uzun so'rilar, yasmin gullari mavjud edi. Xonaqohda keldi-ketdi musofirlar yashashi uchun turar joy bor. Tatarlar o'zlarining kofirlik davrlarida ham bu muborak joyning holatidan biror narsani o'zgartirmadilar. Ular bu joyda ko'rgan karomatlari sababdan o'zlariga baraka tiladilar. Ibn Battuta umrining so'nggi yillarini o'z vatanida, tinchlikda, qozi sifatida xalqqa xizmat qilib o'tkazadi. U 1368-yilda vafot etadi. U bizga nima qoldirdi? U bizga shunchaki geografik ma'lumotlarni emas, balki insonni qoldirdi. U o'z kitoblarida xalqni ajratmadi, ularning urf-odatlarini kamsitmadi. U dunyo xilma-xilligini Allohning mo'jizasi deb bildi. Uning sayohatnomasi bugungi tarixchilar uchun O'rta Osiyo, Hindiston va Afrika tarixini o'rganishda eng ishonchli manba bo'lib hisoblanadi. Chunki u saroyda nima yeyilgandan tortib, bozorlardagi narx-navogacha qayd etib borgandi. Ibn Battuta shunday degan edi: sayohat avval seni so'zsiz qoldiradi, keyin esa seni hikoyachiga aylantiradi. U bir umr yo'lda yurdi, lekin aslida u o'zligini, insoniylik mohiyatini izlagan edi. Bugun bizda samolyotlar, poyezdlar bor. Dunyo kichrayib qoldi, lekin bizda Ibn Battutadagi kabi ko'rish va anglash ishtiyoqi bormi? Dunyoga ochiq ko'z bilan qaraylik. Tariximizni, buyuk ajdodlarimizni o'rganishdan to'xtamaylik. O'z sayohatimizni bugun bitta yaxshi kitob bilan boshlaylik. Ana shu kitob sayohatnoma bo'lsin.